Assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari. Yarim plan hovli joy sotuvga chiqdi. 100% podключ holatda to'g'ri kirib kelib yashab yetsangizlar bo'ladi. Lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, Shahidalloh mahallasida do'stlar. Bilasizlar, bu yerda gaz, suv, svet, transportlardan muammo yo'q. Ana shu yerda oltin marshrut ham yurib turibdi. Tak, в общем, g'ayva qarashli, bir ajoyib muhitda joylashgan. Hammasida gaz, suv, svet muammo yo'q. Ajoyib xalq yashab o'tiribdi, ajratib. Xudo xolasa sizlar bilan girib ichkari qismini danışamiz. Yaqinlar ulashib qo'yinglar. Tayyor holatda do'stlar, yarim plan hovli joyini, fasadlar ham ishlangan, elektrocho'tchiklar tashqi qismida, kanalizatsiyalarimiz ham tashqi qismida do'stlar, bruschatkalar ham qilingan bo'ladi. Утепленный eshiklar, yog'och pol do'stlar. Bismillah. Endi bu yanini katta dalam bizdan kutib oladi. Shuni girganimizda gilamlar ham ajoyib bundan döşelgan do'stlar. Dalamning kattaligini ko'rdingizlar, tepa qismimiz natejnoy qilingan, o'ng tomonda rakovinamiz, bir ajoyib rakovinalarni qo'yib qo'ydi. Oynalarimiz ham освещение ekan do'stlar. Isitish tizimida registrlarni ikkili qo'yilgan bo'ladi. Bu tomonda mana ko'rishingiz mumkin. Girgandan chap tomonda zalimiz, spalnyamiz, sanuzel, oshxona do'stlar. Avtomatlar girgandan chap tomonda eshiklarimiz, qaytaki eshiklar qo'yilgan. Zal. Katta tushganini ko'rib turganlaringizdek döşelgan. Ajoyib. Montaj ishlarini ham yaxshi qildik dedilar. Do'stlar, yog'och pol bo'ladi. Endi aboyini o'zlaringiz tartib olasizlar. Ya'ni o'zlaringiz fokusingizda, dedingizda, bir dizayningizda ajoyib aboylarni qilib olaverasizlar. Xohlasangiz ramka ustobundan foydalanib bir atachento, в общем, dizayningiz fokusingizga bog'liq. Bunda spalni bilan tanishamiz do'stlar. Ya'ni dalanning kattaligini ko'ringlar. Baland bosilgan joy. Yaşıman deb savadım dediler. Endi shu ayrim bir maqsadlarga ko'ra sotib chiqdi do'stlar. Spalniyni ko'rib turganingizdek isitish tizimlari ham bor berdi. Endi yan tomon, qo'shni tomon devor отдельный shundan ba'zi bir akvayna qo'yilgan. Isitish tizimi doполнительный qilingan ekan. Sanuzel girish eshiklari akvaplastik ramadan, dopotalka, kafellar do'stlar. Tepasini endi natejnoy qilib olasizlar. Og'och bilan bostirilgan joy aytib o'tmayapmiz. Rakovina, vanna, tak, unitazi, aristona do'stlar, smesitellar ham daqilgan. Zo'r joy. Yashiman deb qurilgan. Birine yana bir spalnimiz, orqa tarafga qaragan. Aynasi, isitish tizimlari döşelgan ekan. Bu yerda kuxnyamiz bo'ladi do'stlar. Yine kuxnya, kafel fartuklari urilgan. Bu yerda airfill nastenli kotellarimiz, konturning eng yaxshisi do'stlar. Tavsiya qilaman. İşin narsalarni olib qo'yinglar uylaringizga. Eng shu kotel bo'lsa chot beradi. Bunda arkada bir shuning kichkina bog'chamiz bor do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Aynasi shuna qaragan. Aluvchilarga nasib etsin deymiz. Nima deymiz? To'ylab bo'lsin, buyursin, yaxshi kunlaringizga ilohim. Shuni uy-joy izlab turgan yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizni Alloh taolo yetirsin deymiz. Bizani sababchi qilsin. Yurtdoshlar bizani kanalimizdan ko'rib yasangizlar, sizlardan hech qanday xizmat haqqi do'la so'ralmaydi. Biza mulk egasi bilan kelishamiz. Reklama xizmatlaringiz bo'lsa, beringlar bizga. Biza realtorskiy xizmatlarimizni, uslugalarimizni aytamiz. Bilasizlar, hech kim mut ishlamaydi. Bir yandan olib ishlaymiz. Sotib beramiz, sotilishida yordam qilamiz. Ushbu xonadon masalasine keladigan bo'lsak, narxini ekranda yozdik do'stlar. Hozirgi kunda eng arzon narxda bir ajoyib joy desak mubolag'a bo'lmaydi. G'ayvu xalqimiz zo'r xalq, do'stlar kelinglar, savdolashib olinglar. Qaytib beraman deb turibdi. Ayrim bir yaxshi maqsadlarga ko'ra sotib qo'yilgan. Aman bo'lin, keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lin.